Hozir O'zbekistonda juda trendga chiqqan Genesis GV80 avtomobilimiz sotuvda bor akalar. Qora rangda, ya'ni so'ragan akalarimiz uchun maxsus. Xo'p, Genesis Centerga kelganmiz. Asosan bu dilerimiz Genesis bilan shug'ullanadi. Arzon narxlarda istalgan rangdagi Genesis avtomobillarimizni topib beramiz. Oq rangdagilardan bor G80'lara. Xo'p, bu avtomobilimiz 2025 model. Ko'rishingiz mumkin. O'ta ideal holatda 22 diskali. Juda avtomobilni ochib turibdi. Xo'p, bu 304 ta o't kuchiga ega avtomobil. 608 sekundda bemalol 100 ga chiqadi. Orqa ko'rinishlarini ham ko'rishingiz mumkin. 2025 model. Bagaj qismi. Xo'p, bu avtomobilimiz 6 o'rindiqli. Orqa 3-qator ham ishlatsa bo'ladi bemalol. Xo'p, orqadan ham klimat kontrollarni bemalol boshqarib, sidinalarimizni boshqarib, qo'shimcha mana ko'p qo'yadigan joylari bor. Ko'rishingiz mumkin. O'ta ideal holatdagi sariq salondagi avtomobil hisoblanadi. Xo'p, ichki salonlari ikkinchi qatordan ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda keng. Yon tarafda sidinalarimiz ikkita, orqa sidinalarimiz isiydi. Klimat kontrollari bemalol boshqarsa bo'ladi. Juda ideal holatdagi avtomobil, yangi. Hali uncha probegi yo'q. Ko'rinishi. Bu avtomobilimiz 2024 10-oyda ishlab chiqarilgan avtomobil. Yon qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Sidinalarimiz ham ikkita rejimda ishlaydi. Yon qismlari ham to'la koja. Xo'p, ichki salon. Ichki salon 967 km masofani bosib o'tgan. Head-up display. Xo'p, bemalol BMW deysizmi, Mercedesmi, bemalol tortishadigan dizayn bo'yicha ham boshqa jihatlar bo'yicha bemalol tortishadigan avtomobil. Buni ishqibozlari biladi. Xo'p, bu avtomobilimiz Koreyadagi narxi bugun kurs bo'yicha $54,000 to'g'ri kelyapti. Kimga shunaqa avtomobillar kerak bo'lsa, bemalol bizga Korea Trade Motorsga aloqaga chiqsani, inshaalloh qulay narxlarda qilib, muhimi birinchi qo'ldan olganimiz uchun nisbatan boshqalar bilan ham solishtirib ko'rasizlar, arzon. Xudo xolasa yetkazib beramiz. Bizga aloqaga chiqsani, nafaqat Genesis, boshqa BMW, Mercedes avtomobillarni ham bemalol yetkazib beramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarimizga Telegram, WhatsAppdan yoki direktdan yozsani ham bemalol ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqsani, ko'nglingizdagi avtomobillarni topib jo'natib beramiz. Sizlar bilan Korea Trade Motors bo'ldi. Akalar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Ushbu video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Like, komment ayamaysizlar inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.